Bugun yana bitta yuqumli xushxabarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ko'pchiliginglar HGC javoblarini, ikki chiziqli testlarni ko'rganinglarda juda ham ko'p reaksiya bildirasizlar, lekin chaqaloqlarda unchalik reaksiya bo'lmaydi. Aslida biz shifokorlarga, reproduktologlarga maqsadimizni so'nggi nuqtasi bu tug'ruq hisoblanadi va testdan-da ko'ra sog'lom tug'ilgan bolajon haqidagi xabar bizni juda ham quvontiradi. Mana shu xabarlardan bittasi bugun patsientkamdan kelibdi. Qatorimiz bitta qizaloqqa ko'paydi kecha. Juftligimiz bizga ro'parasi 1 yil oldin dekabr oyida murojaat qilgan edilar va avgust oyida, ya'ni 3 oy avval chet davlatdagi nufuzli klinikada eko protokolini o'tkazganlarini va 5-kunga biron bitta embrion rivojlanib kela olmaganligini aytishdi. Nima qilsangiz qiling, Feruza Nazarullayevna, lekin bizni tezda homilador bo'lishimiz kerak. Bizni ekoga oling deb kelishdi va ularni tekshiruvdan o'tkazganimda xo'jayinlarda ham, o'zlarida ham analizlarda biroz o'zgarish borligini, ekoga hali tayyor emasliklarini, ekoga umuman ko'rsatma ko'rmayotganimni va keling siz bilan 3 ta ovulyatsiyani ko'ramiz. 3 oy sizni kuzatamiz, analizlaringizni to'g'rilaymiz. Agar homiladorlik bo'lmasa, muammo yo'q, men sizga eko qilib beraman dedim. Ikkinchi ovulyatsiyani o'zidayoq, ya'ni fevral oyida homiladorlikka erishdik. Qizalog'imizga esa chiroyli taqdir egasi bo'lishini, buyuk inson bo'lishini tilab qolamiz. Albatta ota-onalari eng zo'r ota-ona bo'lishiga shubhamiz yo'q. Kuzatuvchilarimga esa tezroq siz ham niyatingizga yetib, farzandlaringiz soni yana ko'payishini tilab qolaman.